qilyapmiz. Bu bo'lgan voqea qabriston to'lgan, mayitlar qo'yib bo'lingan eski qabriston, qadimiy qabriston. Yangi bir qabriston ochilgan. Hali mayit qo'yilgan emas. O'sha qabristonga bir yigitning onalari dafn qiliniblar. Birinchi bo'lib dafn qilinganlar. Bitta mayit o'sha qabristonda yotgan bir payt. Onasini qabrga qo'yganlaridan keyin har kuni namoz shomdan keyin shu bola yo'qolib qoladigan bir odat chiqardi. Kechasi bilan uyga kelmaydi, ertalab bomdod namozi o'qilgandan keyin xonadoniga kirib keladi. Bu bir oydan ortiq davom etdi. Oxirida uyga kelib yotadigan bo'lgandan keyin xonadon ahllari savol qilishgan ekan. Onang o'lgandan keyin bir oygacha ham kechasi uyga kelmay qo'yding. Ertalab bomdoddan keyin xonadonga kirib kelarding. Buni biron bir hikmati bormi, biron bir sinoati bormi? Nima sabab bo'ldi? Deganda haligi yigit yig'lab javob qilgan ekanki, yangi qabristonga onam qo'yildilar. Oldilarda qabrlar yo'q edi, mayitlar yo'q edi. Yolg'iz onam o'zlari qabristonda bitta o'zlari yotganlarini ko'rib yuragim ezildi. Men ko'tara olmadim. Ko'zim qiymadi. Bolaligimda meni tashlab ketmagan, yolg'iz yotqizib qo'ymagan, yonimda hamroh bo'lgan, sinalarini buloq qilib emizgan onam bitta o'zi qabristonda yotmasin deb, kechasi borib onamning qabrlarini oldida yotardim. Tong otgandan keyin xonadonga qaytib kelardim. Men ko'tara olmadim bu musibatni. Bitta qabristonda onamni yolg'iz yotganlari menga og'ir botdi degan javob qilgan ekanlar.